Bizim mijozlarimizda restoran biznesini egalarida ko'pincha holatlarda problema personali deb o'ylaydi. Ko'pincha mana shu o'zim telefonda gaplashaman. 90% hammasida mana shu ofitsiantlarim yomon, menejerim yomon, ish boshqaruvchi yomon. Shu narsalar juda ham ko'p biz to'g'ri kelamiz. Ko'pchilik biznes egalari o'ylaydiki, xato problema o'zini xodimlarini intizomsizligida yoki bo'lmasa mas'uliyatsizligida deb o'ylaydi. O'zingizni restorangizga qarab ko'rishingiz mumkin. Deylik, sizda ikkita smen bor. Birinchi smeningiz boshqacha ishlayapti, ikkinchi smeningiz yaxshiroq ishlayapti. Sizga kelgan yangi xodim, ofitsiant, menejer farqi yo'q. Eski xatolarni qaytaryapsiz. Yana bitta holat, bu narsani restoran egasi shu yerda bo'lsa yoki bo'lmasa ish boshqaruvchi o'zi shu yerda bo'lsa, nazorat qilib turgan bo'lsa, bular yaxshi ishlashi mumkin. Lekin sal-pal chalg'ib qolsa, уже bo'ldi. Hamma yoq bardak bo'lib ketadi. Siz qanday harakat qiling, trening o'ting, обучение qiling, lekin sizning restoraningizda tizim bo'lmasa, bu narsalarga har doim ham amal qilishmaydi. Aytaylik, siz restoran egasiz yoki bo'lmasa ish boshqaruvchisiz. Siz har doim ishchingizni orqasidan tekshirib, kontrol qilib yurgansiz. Bu nimani belgisi? Bu tizimingiz ishlamayotganligini belgisi. Tasavvur qilib ko'ring. Tizim ishlayotgan restoran. Bu restoran sizniki. Siz haftasiga 2 soat vaqt ajratasiz, bo'ldi. Sizda bu yerda bo'lishingiz bu restoran uchun zarur emas. Hamda katta plyus ish boshqaruvchi uchun. Uni hamma narsani nazorat ostidaligini biladi. Hozir siz bilan ko'p savollaringizdan bitta savolni ko'rib chiqdik. Keyingi videomizda siz bilan to'g'ri ishlayotgan tizimni sof foydaga qanday aloqasi borligini ko'rib chiqamiz.